Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. O'sha Chernovtsin kitobimizni yechim qilishda davom etib boramiz. 5-masalaga kelib qolgandik. 5-masala. Jism koordinatasi -7 metr bo'lgan nuqtadan x yoq bo'ylab doimiy 6 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlana boshladi. Qancha sekunddan keyin jismning koordinatasi 5 metr bo'ladi? Bu bizlar uchun x yoq koordinatasini chizib olamiz. Demak, 0 x yoq bo'yicha. Demak, jism dastlabki nuqtasi x0 -7 metrda bo'lgan. Demak, manfiy qismda -7 metrda jism dastlab shu yerda bo'lgan. Va x o'qi bo'ylab teng 6 metr taqsim sekund o'zgarmas doimiy tezlikda harakatlanib, jism 5-koordinataga kelib to'xtagan. X teng demak 5 metr. Va bizda so'rayapti, qancha vaqt mobaynida, necha sekundda shu yerga yetib keladi. Biz buning uchun bilib olishimiz kerak. Demak, koordinata tenglamasini. X teng x0 plus minus s. Demak, plus minus yo'q x yoq bo'yicha yoki x yoqiga qarshi yurishni bildiradi. Demak, oxirgi koordinatamiz bizga 5. Boshlang'ich koordinatamiz -7 plus ana shu s masofamiz bizga v ko'paytirilgan t ni beradi. Demak, v tezligimiz 6 metr taqsim sekund va t vaqtimiz noma'lum. Demak, -7 ni tenglikdan bu tomonga o'tkazamiz. Shu plus bo'lib o'tadi. 5 ga 7 ni qo'shamiz 12 teng 6 ko'paytirilgan t barobar 2 sekund. Demak, jism -7-koordinatadan 5-koordinatagacha 6 metr taqsim sekund o'zgarmas tezlik bilan 2 sekundda yetib boradi. Oltinchi masala. Piyoda yo'lni 4,2 km taqsim soat tezlik bilan o'sha yo'l yo'nalishiga 30 gradus burchak hosil qiluvchi to'g'ri chiziq bo'ylab 1 minut davomida kesib o'tdi. Yo'lning kengligini aniqlang. Demak, bizga yo'l berilyapti. Va piyoda harakatlanishni boshladi shu yo'lda va yo'lga 30 gradus burchak hosil qilgan trayektoriya bilan harakatlana boshladi. Demak, piyoda bosib o'tgan yo'l mana bu. Demak, bizdan so'ralyapti, yo'lning kengligini toping. Xo'sh, piyodaning tezligi 4,2 km taqsim soat. Xo'sh, bosib o'tilgan vaqt 1 minut, ya'ni 60 sekund. Demak, biz 4,2 km taqsim soatni metr taqsim sekundga o'tkazishimiz kerak. Bu demak 4,2 ni bo'lamiz 3,6 ga. Xo'sh, 7 taqsim 6 metr taqsim sekund kelib chiqadi. Demak, biz piyodani trayektoriyasi bo'ylab bosib o'tgan yo'lini topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, s barobar v ko'paytirilgan t. Demak, v tezligimiz 7 taqsim 6 ko'paytirilgan qancha vaqt? 60 sekund. Demak, piyoda jami 70 metr masofani bosib o'tgan. Mana bu s masofamiz 70 metr bo'lyapti bizda. Xo'sh, bizda bosib o'tilgan yo'l emas, shu yo'lning kengligi kerak deyapti. Ana shunda biz to'g'ri burchakli uchburchak uchun trigonometriya qo'shimlaridan foydalanamiz. 30 gradusli burchak qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Bizda gipotenuzamiz bosib o'tilgan masofa 70 metr bo'lyapti. Demak, katetimiz 35 metr bo'ladi. Javob 35 metr. 7-savol. 20 metr taqsim sekund tezlikda yuruvchi tovar poyezdi stansiyadan yo'lga chiqdi. Oradan 10 daqiqa o'tib, xuddi o'sha yo'nalishda 30 metr taqsim sekund tezlik bilan ekspress poyezd yo'lga chiqdi. Stansiyadan qanday masofada ekspress poyezd tovar poyezdini quvib yetadi? Demak, biz bunda yo'l chizib oladigan bo'lsak, demak, shu yerdan birinchi Weber tezlikda 20 metr taqsim sekund tezlikda demak yuk poyezdi yo'lga chiqdi. Va qandaydir 10 daqiqada u mana shu yerga yetib keldi degan bo'ladi. Demak, qandaydir s masofani bosib o'tdi. Va 10 minutdan keyin ekspress poyezd yo'lga chiqdi. 30 metr taqsim sekund tezlik bilan stansiyada. Va ular qandaydir mana shu yerda kelib oladigan, bir-biri bilan uchrashadigan bo'lsa, bu yerda va o'sha jarayonda yuk poyezdi 20 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatini davom ettirgan. Shu vaqtning o'zida o'sha 30 metr taqsim sekund tezlik bilan ekspress poyezd stansiyadan chiqqan va bu uchun yuk poyezd qandaydir sx masofani bosib o'tgan bo'ladi, qandaydir px vaqtda.
Demak, ikkita harakat bo'layotgani uchun ikkita harakat tenglamasi tuzib olamiz. Demak, yuk poyezdi umumiy bosib o'tadigan masofasi s plus sx ish teng ish v tezlikda. V o'zining tezligida, v tezligida. Demak, ekspress poyezd esa faqatgina sx masofani bosib o'tadi. V2 tezlik bilan o'zini tx vaqtida. Xo'sh, biza sistema oladigan bo'lsak, ayirib oladigan bo'lsak, s barobar v2 minus v1 ko'paytirilgan t formulamasi kelib qoladi. Bu yerda s masofamiz, demak, v1 tezlikda harakatlanayotgan shu yuk poyezdini t vaqtga ko'paytmasi. Demak, s teng 20 metr taqsim sekundni ko'paytiramiz 600 sekundga, ya'ni 10 daqiqa vaqtda. 12000 metr masofa. Demak, shu 12000 metr masofani s teng v2 minus v1 oralig'idagi ortiqcha tezlik tx vaqtga ko'paytmasi. Demak, 12000 300 minus 20 ko'paytirilgan tx. Demak, tximiz teng 12000 taqsim 10 yoki 1200 sekund. Xo'sh, bu ekspress poyezdning harakatlanish vaqti bo'ladi. Demak, ekspress poyezdining bosib o'tgan masofasi v ko'paytirilgan tx s teng 30 ko'paytirilgan 1200 36000 metr yoki 36 kilometr masofa. Demak, ekspress poyezdi 36 kilometr masofani bosib o'tdi. 8-masala. Sportchilar 20 metrlik koloniya bo'ylab bir xil 3 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanishmoqda. Qarama-qarshi yo'nalishda esa murabbiy 1 metr taqsim sekund tezlik bilan o'sha demak koloniyaga qarama-qarshi kelmoqda. Murabbiy bilan uchrashgan har bir sportchi ortiga xuddi o'zining 3 metr taqsim sekund tezligi bilan yana qaytib ketmoqda. Barcha sportchilar o'sha murabbiy bilan uchrashib orqaga qaytgandan keyin koloniyaning uzunligi qancha bo'ladi? Ajoyib bir savol. Demak, bizda uzunligi 20 metr bo'lgan koloniya bor. Bu yerda bularning nechtadir sportchi harakatlanyapti. Va ularning tezligi 3 metr taqsim sekund. Va unda murabbiy koloniyaga qarab 1 metr taqsim sekund tezlik bilan kelyapti. Murabbiy bilan uchrashgan har bir sportchi orqaga qarab yana o'zining o'sha 3 metr taqsim sekund tezligi bilan qaytib ketyapti, burilib kelyapti. Demak, murabbiy bilan uchrashyapti, qaytib ketyapti. Keyingisi uchrashyapti, qaytib ketyapti. Va shunda oxirgi uchrashgan sportchi murabbiydan burilgandan keyin koloniyaning uzunligi qanday bo'ladi? Mana shuni so'rayapti bizdan. Demak, bizda berilgan dastlab koloniyaning uzunligi 20 metr. Demak, 20 metrlik safda o'sha o'quvchilar harakatlanishyapti. Demak, biz bilib olishimiz kerakki, o'sha harakat to'qnashayotganda nisbiy tezlik bizda 3 plus 1, ya'ni o'sha harakatlanayotgan koloniyaning va murabbiyning tezligi. Nisbiy tezligimiz 4 metr taqsim sekund bo'ladi. Xo'sh, endi bilib olaylikki, murabbiy necha sekund bu koloniyani qabul qilyapti o'ziga, o'quvchilar boshidan to oxirigacha kelguncha deydigan bo'lsak, t barobar, demak 20 metr koloniya bilan 4 metr taqsim sekund tezlik bilan to'qnashayotganda 5 sekund davomida koloniyani qabul qilyapti o'ziga murabbiy. Xo'sh, va demak, birinchi o'quvchi murabbiy bilan uchrashgandan keyin to oxirgi o'quvchi uchrashguncha bizga mana shu 5 sekund vaqt ketyapti. Va bundan bilib olishimiz kerak, birinchi o'quvchi 3 metr taqsim sekund tezlik bilan 5 sekund harakatlanayotgan bo'lsa, o'sha keyingi koloniyaning uzunligi 3 metr taqsim sekund ko'paytirilgan 5 sekund 15 metr bo'ladi. Demak, koloniya uzunligi oldin 20 metr bo'ladigan bo'lsa, endi 15 metr bo'ldi, ya'ni qisqardi. Sababi murabbiy ham ularga 1 metr taqsim sekund tezlik bilan kelayotgan edi. 9-savol. Tekis sho'ng'iyotgan suvosti kemasi 30,1 sekund davomiylikli tovush impulslarini chiqardi. Demak, suvostiga qarab o'sha tovush impulsini chiqaradi. Suv tubidan qaytib kema qabul qilayotgan impulsning davomiyligi esa 29,9 sekund. Kemaning sho'ng'ish tezligini aniqlang deyapti. Demak, bizga berib qo'yibdi, tovushning suvdagi tezligi 1500 metr taqsim sekund. Demak, bilib olishimiz kerak. Demak, suvosti kemasi pastga tomon impuls chiqaryapti.
Bu yerda bir narsani bilib olishimiz kerakki, bu yerda impulsning tezligi bor va pastga sho'ng'iyotgan kemaning tezligi bor. Ana shuni bilib olishimiz uchun bizda birinchi vaqt berilyapti. Impuls chiqarilgan vaqt 30.1 sekund. Va impuls kelib yerga urildi va qaytdi. Qaytib kema uni qabul qilayotganda esa qabul qilinish davomiyligi 29.9 sekund bo'ldi. Bizda so'ralyapti, kemaning tezligini toping. Xo'sh, bu yerda bilib olishimiz kerak, bitta o'zgarmas narsa bor. Impulsning to'lqin uzunligi umuman o'zgarmaydi. Demak, qancha uzunlikdagi to'lqin chiqargan bo'lsa, kema xuddi shuncha to'lqinni qaytib o'ziga yutib olish kerak. Bu yerda kelib chiqayotgan vaqtlarni o'sha tafovuti, farqi kemaning tezligi bo'lgani uchun bo'lyapti. Demak, kema ham pastga harakatlanyapti. Impuls chiqarganda ham, qabul qilganda ham. Ana shuni bilib olishimiz uchun dastlab to'lqin uzunligi, demak, P1 ko'paytirilgan V, demak, suvdagi to'lqin uzunlik tezligi, to'lqin tezligi ayrilgan V kemaning tezligi. Qaytib olayotganda esa xuddi shu to'lqin uzunlik o'zgarmaydi, faqat T2 vaqt qabul qilingan shu to'lqinning, suvning to'lqin tezligi, suvda tarqalish tezligi va kemaning tezliklari yig'indi bo'lganda. Demak, dastlab ayirma bo'lyapti, keyingisi yig'indi bo'lyapti. Mana shu ikkita to'lqinlarni biz tenglashtirib oladigan bo'lsak, T1 kara V to'lqin plus V kema teng T2 kara V to'lqin plus V kema. Xo'sh, bu yerdan o'sha oddiygina formulani chiqarib oladigan bo'lsak, T1 kara VT plus minus T1 kara V kema teng T2 kara V to'lqin plus T2 kara V kema. Demak, biz tezliklarni alohida ajratib olamiz. Demak, V to'lqin tezligi T1 minus T2 tengligi ikkinchi tomonda kemaning tezligini bog'lab olamiz. V kemaning tezligi T1 plus T2. Demak, to'lqin tezligida kemaning tezligi nisbati T1 plus T2 ni T1 minus T2 ga nisbatiga teng bo'lyapti. Demak, to'lqinning tezligi 1500 metr taqsim sekund, ya'ni suvdagi to'lqin tezligi. Kemaning tezligi noma'lum. Impulslar o'sha qabul qilish va chiqarish yig'indisi. Demak, 30.1 ga 29.9 qo'shadigan bo'lsak, 60 taqsim ayirmasi 0.2. Demak, shundan V kemaning tezligi bizga chiqadi 5 metr taqsim sekund.